Assalomu alaykum azizlar. Mana navbatdagi tarozimizni Sirdaryo viloyatining Guliston tumaniga Qizilobod mahallasiga o'rnatdik. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqamdagi tarozi uzunligi 6 metr, eniga 3 metr, ko'tarish quvvati 50 tonnaga moslashtirilgan. Xudo xolasa 5 yil garantiyasi bilan kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Materiallar qanaqa materiallar? Materiallarimiz listlari 6 li list, duxtavrlarimiz 20 li duxtavrdan ishlangan. Ha, shunga 5 yil garantiya beradi. 5 yil garantiya. To'la to'kis metalldan ishlangan hamma yeri. Aslan plitka qo'ymaysizlar buni ustiga? Betondan emas, bu to'la to'kis temirdan, metalldan ishlangan. Mosh elevatoriga o'rnatib berdik. Mosh qabul qilishar ekan, bular Xitoyga eksport qilishar ekan. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.